Mani domlam Isroilga ketib qolgan edilar. Raisa Savelina Vernik degan. Shu Isroilga juda borgim kelib yuruvdi. Domlamni ko'rishga, ustozni ko'rishga borish kerak-ku. Siz orzu qilgan ekologik sog'lom O'zbekiston qanaqa bo'lishi kerak? Orolni qurigan joylarida, masalan, hech narsa yo'q. Nima qilish kerak? Ularga cho'l bo'yicha olma kerak bo'lgan, ayniqsa menga yoqmagani ekologiya buzilgan degan gapni butunlay chalasavod odamlar aytsa kerak. Ayol kishi agar olima bo'lsa, u o'zlarini nevara, evaralari hammasiga buyuqadi. Paxtani bizdan ko'p talab qilganda o'sha paytda. Shuna qilib tabiiy ekotizimlarni tiklayapmiz Orol. Havoni iflosligini ekologiya deydi. Mana barg xazonlarni yoqmaslikni ekologiya deydi. Qanchalik ahamiyati borligini tushuntira olsak, biz maqsadga yetgan bo'lamiz. Muhit eng asosiy shu bo'lgan. Ular o'zlarini ishlaridan ko'ra menga sharoit yaratib berishga juda ham qiziqar edilar. Men doktorskiy ishim Farg'onaning Chortoq, Chust, Top adirlarida o'simliklarning qurg'oqchilikda moslashishiga bag'ishlangan edi. Atrof muhitsiz, uning hisobga olmagan holda qanday qilib yashash mumkin? Agar yoqtirmasa, uchib chiqadigan modda chiqarib uni yo'q qiladi. Sen menga yoqmading, yo'qol deydi-da. Shu bilan atrofida ekotizim paydo bo'ladi. Mana shu yil o'zi ekologiya yili deb aytilishini o'zida ham katta ma'no bor. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sog' omonmisiz? Bizning bugungi suhbatdoshimiz biologiya fanlari doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalq ta'limi xodimi, 220 dan ortiq ilmiy ishlar va ko'plab o'quv qo'llanmalar muallifi To'raxon opa Uzoqova bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Sizni ko'rib turganimizdan avvalambor juda ham xursandmiz. Rahmat. Siz haqingizda ma'lumot olib faoliyatingizni o'rganganimda menda shunday savol paydo bo'ldi. Ilm yo'li murakkab yo'l hisoblanadi. Balki shuning uchun hamdir bugun jamiyatda olim erkaklardan olim ayollarni, professor olim ayollarni soni kamroq. Ayol boshi bilan umrini ilmga baxshida qilish bu katta jasorat hisoblanadi menimcha, chunki ayol faqat ona emas, rafiqa, tarbiyachi, ham hayot manbai ham hisoblanadi. Sizningcha ayolni ilm fandagi ishtiroki jamiyatni qanday o'zgartira oladi? Menimcha ilmga qiziqish bu eng asosiy bir omillardan bittasi deb o'ylayman. Ilmga borganlarni eng baxtli insonlar deb hisoblayman. Chunki ularning fikri bilan, ularning qilgan kuzatishlari bilan katta natijalarga erishish mumkin. Oilada ham ayol kishi agar olima bo'lsa, u o'zlarini nevara, evaralari hammasiga buyuqadi. Chunki u doim o'zini ilmi bilan ularga har bir o'yinidami, boshqasidami bir misol keltirib turadi. Shuning uchun ilmga mehr uyg'otishda ayollarning roli juda ham katta deb o'ylayman. Men bo'lsam shu ilmga qiziqishim maktabda o'qigan paytimdan boshlangan. Lekin keyinchalik mana Samarqand universitetini bitirib, kelib Toshkentda Fanlar akademiyasida botanika institutida ishlaganman va ko'p yillar adirlarda, cho'llarda ilmiy kuzatishlar qilib, ilmiy ishlarni bag'ishlab, ilmiy ishlarimni o'tkazib, mana keyinchalik esa O'zbekiston Milliy universitetiga ekologiya fakultetiga kelib, mana shu yerda ishlab turibman. Ilm to'g'risida shuni aytmoqchi edimki, ilmga qiziqganlar shunchalik darajada ilmga katta foyda ham keltiradiki, qancha yangiliklar ochsak, biz dunyo oldida o'zimizni ilmiy kuzatishlarimiz bilan juda katta natijalarga erishamiz. Mana men masalan shu Angliyada birinchi borib ma'ruza qilganimda, u yerda Korolevskiy botaniskiy sad deydi. Ana o'sha yerda katta ilmiy ma'ruza bilan qatnashganman. Nima uchun ular meni chaqirdi? Chunki Problema освоения пустынь degan jurnal chiqar ekan, o'shanda meni maqolam chiqqan. Ularga cho'l bo'yicha olma kerak bo'lgan, cho'l to'g'risida qanaqa xulosalar berish uchun. Shuning uchun Angliyada demak ma'ruza bilan chiqqanman. Men oilada masalan meni o'zimni oyimlar birga turganlar, xo'jayinim ular to'qqincchilik sohasida akademik bo'lganlar.
ular o'zlarini ishlaridan ko'ra menga sharoit yaratib berishga juda ham qiziqar edilar. Komandirovkalarga borishga to'g'ri kelar edi. Bolalarni oyimga tashlab, xo'jayin boravering, hammasini o'zimiz buyog'ini qilamiz. Siz ilmiy ishingizdan qolmang deb sharoit oilada bo'lgan. Oiladagi muhit ilmga bag'ishlangan muhit bo'lgan. Eng asosiy shu bo'lgan. Shuning uchun mana oldin Qizilqumdan kandidatskimni qilib, keyin doktorskiy ishim Farg'onaning Chortoq, Chust, Pop adirlarida o'simliklarning qurg'oqchilikka moslashishiga bag'ishlangan edi. Juda ham qiziqib ish olib borar edim. Shogirdlarim bilan ham. Demak, men 12 ta fan nomzodi ham chiqarganman turli sohalar bo'yicha. Hozir ular ham turli viloyatlarda ishlab turishibdi. Ilmga qiziqish odamning o'zida bo'lar ekan. Shuning uchun butun qiyinchiliklarni yengib ilmiy ishni qilishga harakat qilar ekansiz. Shuning uchun ham shu ilmiy ishlarimning natijasi boshqa davlatlarda ham ma'ruza qilganim men uchun bu juda katta baxt deb o'ylayman. Demak, oilangizda sizga sharoit yaratib berishgan, farzandlaringizga qarashgan, ro'zg'oringizni qilishgan. Shuning uchun ham olima bo'lish sizga imkoniyat yo'l ochib bergan. Imkoniyat yaratilgan. Yuqorida aytib o'tdingiz, doktorlik dissertatsiyangiz Farg'ona adirlarida yuqori hosil beruvchi sun'iy adirlar, sun'iy yaylovlar barpo etish to'g'risida bo'lgan. Shu haqida ham bir og'iz aytib o'tsangiz va buning bugungi kunda ham qanday foydalari bo'lyapti? Qanaqa natijalar beryapti? Farg'ona adirlarida shu qurg'oqchilikka chidamli o'simliklarni o'rganish uchun Chust, Pop, Chortoq adirlarida ilmiy kuzatishlarni olib borganmiz. Bu demak aprel oyidan boshlab oxiri sentyabrgacha ilmiy kuzatishlarni har hafta, har oyda bir haftadan borar edik. Bolalarga ham qaramasdan tashlab borishga to'g'ri kelar edi, lekin uyda sharoit bo'lgani uchun hammasini bajarib, bir necha yil davomida chidamli o'simliklarni o'rgandik va ular sug'ormasdan, lalmikor deymiz, sug'ormaydiganni hosil beradi. Izyen degan o'simligimiz bor. Endi gruppalarga bo'lganmiz o'simliklarni. Ya'ni giperkserofit degan eng yuqori moslashgan. Unga saksavul, cho'gonga o'xshash o'simliklar kiradi. Keyin kserofitlar. Kserofitlarga nimalar kiradi? Teresken, izyenga o'xshagan o'simliklar kiradi. Keyin endi yantoqqa o'xshaganlari gemikserofit deyiladi va boshqa gruppalarga bo'lib chiqqanmiz. Va ularni o'sha yaylov hosil qilish uchun ahamiyati juda ham katta. Ayniqsa hozirgi paytda izyen, Cochia prostrata deyiladi lotinchasi. Bu o'simlik juda ham yaxshi moslashgan va katta hosildorlik beradi. Mana shu G'azalkent atrofida ekkanimizda 15 yilcha hosil berib turdi. Chunki u yerda mollar ham yer edi, lekin u chidamli, yana ko'karib chiqaveradi-da. Shuning uchun mana shu izyenga, tereskenga o'xshash, cho'gonga o'xshagan o'simliklarni ekish hozirgi vaqtda ham eng aktual muammolardan hisoblanadi. Chunki iqlim o'zgarishi munosabati bilan havo isib ketyapti. Bular suvni ildizi birinchidan bir xillarniki namlangan gorizontlargacha yetadi. Boshqalarniki demak barglarini qisqartirish hisobiga ekonom qilib suvni yaxshi o'sa oladi. Demak, ular yerdan suv ichadi, yer tubidan. Yerdan, Uni hosildan nimadan foydalansa bo'ladi shuni? Endi yerdan suv ichadi dedingiz, lekin hozirgi paytda havodan suvni oladigan o'simliklarni ham yaqinda shogirdim bilan aniqladik. Qo'chqorov Nurbek bilan havodan suvni, haligi havodan namlikni oladi va ular ham vegetatsiya qilib turibdi. Bu hozirgi iqlim o'zgarishlari sharoitida juda muhim muammolardan bittasi, havodan olishi. Bu juda ham katta gap. Yangi kashfiyot demak. Bu yangi. Laboratoriyada aniqlaysizlarmi? Qanday aniqlaysiz? Buni dalada ham aniqlaymiz, priborlarimiz bor. Botanika bog'iga olib chiqib, shu yerda aniqlaymiz. Kerak bo'lsa, mana G'azalkentmi, boshqa joymi priborlarimizni olib jo'nab ketamiz. O'sha yerda u qancha suvni parlatyapti, tuproqda suv qancha, suvni qayerdan olyapti. Bu juda muhim narsa. Ayniqsa yaylov o'simliklarni ko'paytirish kerak, chorvachilik rivojlanyapti. Shuning uchun bu borada mana shu ishlarimiz hozir ham yaxshi davom etib turibdi va
yaxshi natijalar beryapti. Havodan olayotganini yaqinda aniqladik. Havodagi suv parlaridan foydalanyapti o'simlik. Bu juda ham oson yo'l-ku. Bizda suv tanqisligi bor. Demak, to'g'rimi? unga suv quyish shart emas, a? U Yo'q, o'simlik nomini yo'q, nima yo'q. dedingiz? Havodan oladi. Sedum degan o'simlik u Xitoydan keltirilgan, introduksiya qilingan o'zimizda. Shu sedum o'simligida o'zimizni botanika bog'imizda shu yerda aniqladik. Havodan oladi. Priborlarimiz ham bor ko'rsatib turadigan, hammasi bor bizda. Demak, ular uni ko'paytirish, o'sha siz hozir aytgan o'simlikni ko'paytirib, bizning ekologiyaga qandaydir foyda olish mumkinmi? Albatta. Foyda qilish mumkinmi? Uni ko'paytirish juda oson. Shoxchasini kesasizda, shunday yoniga egib qo'yasiz. Ildiz chiqaradi-yu, nam paytida, endi qurg'oqchil vaqtda emas. O'zidan o'zi ko'payib ketadi. Endi urug'dan ham ekish mumkin albatta. Shuning uchun bu mana shu hozirgi nimamiz, ilmiy ishlarimiz juda kerakli deb o'ylayman. Ayniqsa iqlim o'zgarishi sharoitida havodan suvni oladigan o'simlikni topish bu katta narsa deb o'ylayman. Barchamizga ma'lum, bugungi kunda ekologiya inson hayotining eng dolzarb muammolaridan biri. Shu sababli ham davlat rahbarimiz tomonidan aynan mana shu 2025-yil yashil iqtisodiyot va atrof muhitni himoya qilish yili deb ataldi. Sizningcha ekologik muammolarni hal qilishda ta'lim tizimining roli qanday, jamiyatning roli qanday yoki davlatning ham o'ziga yarasha ishtiroki bo'lishi kerakmi? Mana shu masalalarda ham fikringizni bildirsangiz. Bunda yana bir marta endi tushunmaydiganlar uchun ham aytishim mumkin. Oikis o'y, logos fan degani. Ekologiya mana shu yashash muhiti to'g'risidagi fanda. Endi u insonmi, hayvonmi, o'simlikmi, hammamiz atrof muhitdan nafas olamiz va undan foydalanamiz. Shuning uchun ekologiyaning juda ham kerakli ekanligi mana shundan bilinadi. Ya'ni atrof muhitimizdagi havo toza bo'lsa, yog'in miqdori normada bo'lsa, keyin eng qizig'i havodan suvni oladigan o'simlikni o'zi havodan oladigan o'simlik bu juda katta ahamiyatga ega. Havodagi suv parlaridan foydalanyapti. Shuning uchun ekologiyaga ahamiyat berganimiz juda muhim deb o'ylayman. Bu maktablarda ham, masalan, boshqa joyda ham butun tarbiyaga kirish kerak. Atrof muhitimizni tozaligini asrashdan asosiyroq narsa bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Endi ekologiya fani hammaga kerakliligini asosiy sababi shundan iboratki, atrof muhit va organizm orasidagi bog'liqlik juda ham kuchli. U o'simlikmi, u hayvonmi, u hasharotmi, hammasi atrof muhitning ta'sirida yashaydi. Shuning uchun bu borada ekologik bilimlarni kuchaytirish maktabdan boshlanishi kerak o'zi. Maktabdagilar bilish kerak. Shuning uchun atrof muhitni tozaligini asrashga har bir inson, u yoshmi, qarimi ahamiyat berish kerak. Chunki hayot mamotimiz, o'simliklar, hayvonlar, mikroorganizmlar hammasi ekologiya bilan bog'liq. Atrof muhit ekologiyasi. Shuning uchun ham mana yilni yakunlayapmiz, ekologiya yili deymiz. Shuning uchun bunda doimo ahamiyat berishimiz kerak ekologiyaga va chidamli turlarni chiqarishimiz kerak. insonlar ham salomatligiga zarar keltirmaydigan texnologiyalar bilan ishlashimiz kerak deb o'ylayman. Ustoz, mana siz faoliyatingiz davomida ko'p xalqaro ilmiy konferensiyalarda, hamkorliklarda ishtirok etgan ekansiz. Chet ellik olimlar bilan ishlash davomida qanday tajribalar almashgansiz yoki siz o'zingizni qanday bilimlaringizni ular bilan baham ko'rgansiz? Ilmiy yo'lda, ta'lim yo'lida, ammo aynan ekologiya sohasida yoki boshqa sohalarda chet elliklar bilan tajriba almashishni ahamiyati haqida ham gapirib o'tsangiz. Bu chet ellik olimlar bilan aloqalar, mana men birinchi Angliyada borib ingliz tilida ma'ruza qilganimdan keyin amerikalik olim Jemis Yaponiyaga telegramma berganki, potensialniy dokladchik по пустыням находится в O'zbekistone deb. Kelganimda Yaponiyadan xat turuvdi. Demak, bizga ham keling deb yozgan. Butun xarajatlar o'zimizning hisobimizdan deb yozgan. Shuning uchun Yaponiyalarga ham borishga to'g'ri keldi. U yerdan demak Yaponiyada bo'lganimda Safrael degan olim bilan tanishdim. Ular Isroildan. Mani domlam Isroilga ketib qolgan edilar. Raisa Savel Navernik degan. Shu Isroilga juda borgim kelib yuruvdi. Domlamni ko'rishga, ustozni ko'rishga borish kerak-ku. Shunda o'sha Safraelni Yaponiyada uchratganimdan keyin ular keyin meni Isroilga chaqirdi. Va Isroilga borib
domlamni ko'rib, shu bilan birga Al-Aska va Umar masjidlarini ziyorat qilishim nasib qildi. Necha yosh bo'lgansiz o'shanda? Unda bir 20 yil oldinlar. 20 yil oldin. Shunaqa ajoyib davrlar bo'lgan. Bu chet ellik olimlardan o'sha haligi Cho'llar instituti deymiz, Cho'llar institutidagilar bilan aloqamiz bor. U yerdagilar, demak, biz cho'lda qanday o'simliklarimiz moslashyapti, ularniki qanaqa, shu borada gaplashib ham turamiz. Juda yaxshi natijalarga erishish mumkin. Ayniqsa xalqaro anjumanda daflat qilsangiz, ko'p odam sizni tanir ekan va o'shalar bilan uchrashib gaplashib turibmiz. Demak, chet ellik olimlar sizni ilmiy maqolalaringizdan ham foydalanishadi? Foydalanishadi, ha. Ilmiy ishlarimizdan Cho'llar instituti, demak, Isroilda joylashgan. Ana shu Cho'llar institutida ma'ruza qilganman. Ingliz tilida bo'lmasa ham tarjimon bilan birga ma'ruza qilganmiz. Isroildagilar shu meni ishlarimni juda ham nima qilib, ular ham mana shu bizlar chidamli deb o'ylagan o'simliklarimizni ular ham o'zlariga ekishga nima qilib, bizni metodlarimiz bilan ular ishlagan, foydalangan. Biz ham ularni metodlaridan foydalanib turibmiz. Qo'chqorov Nurbek shogirdim shu ishlarimni davom ettirib, chet ellar bilan ham borib gaplashib turibdi. Ustoz, siz uzoq yillardan beri aynan mana shu ekologiya sohasida, biologiya sohasida ilmiy izlanishlar qilib kelasiz. Shu o'rinda bizni Markaziy Osiyoning global muammolaridan biri bo'lgan Orol muammosiga ham to'xtalib o'tsak, bu xususda nimalar deya olasiz? Orol muammolari bo'yicha men nimani aytmoqchi edim? Sababini endi hamma bilsa kerak, baribir paxtani ko'p yetishtirish uchun biz suvni Amudaryo, Sirdaryodan ko'p olganmiz. Suv dengizga oz borib tushavergan va natijada dengiz quriy boshlagan, atrofida chang, to'zon ko'tarilib, mana shunday ekologik ahvolni keltirib chiqarganmiz. Endi bunga sabab o'zlaring bilasizlar. Demak, paxtani bizdan ko'p talab qilganda o'sha paytda. Shuning uchun shu sababdan shunaqa bo'lgan. Endi nima qilish kerak u yerda? Bu borada ham hozir bizdan mana Allaberdiyev Rustamjon o'sha Orol muammolari bo'yicha ilmiy ish qilyaptilar. Qo'chqorov Nurbek, boshqalar. Bular shu Orolga borib kelib turishibdi. Men o'zim ular bilan maslahatlashib, o'z bilganlarimni aytib turibman. Orolni qurigan joylarida, masalan, hech narsa yo'q. Nima qilish kerak? O'sha yerda dominant tur deymiz. Dominant tur degani bu demak o'sha yerni eng zo'ri, eng sheri deymizda. Masalan, saksovul dominant tur, boshqa cho'gon va boshqalar. Dominant turlarni olib borib ekishadi. U turlar o'z atrofiga boshqa turlarni o'zi qo'yadi. Agar yoqtirmasa, uchib chiqadigan modda chiqarib uni yo'q qiladi. Sen menga yoqmading, yo'qol deydi-da. Shu bilan atrofida ekotizm paydo bo'ladi. Ekologik tizim degani, ya'ni jamoa, hayot bor jamoa, mavjud. Saksovul, uni atrofida cho'gon va boshqa izen, boshqa o'simliklar, uni hammasi kelib, o'sha dominant tur o'zi tanlab oladi xohlaganini. Shuni qilib tabiiy ekotizmni biz tiklayapmiz. Yaqinda yana borishadi Orolga. O'shanda shu hech narsa o'smayotgan, o'simligi yo'q joyga dominant turni agar saksovulni qilmoqchi bo'lsak, o'shani ekib qo'yamiz. U atrofidagini o'zi tanlab oladi bahorda. Shuni qilib tabiiy ekotizmlarni tiklayapmiz Orolda. Tabiiy ekotizm tiklansa, u har yili o'zi chiqadi. Keyin ekish kerak emas. Bo'ldi. Biz tabiatni tikladik. Mana shunaqa ekotizmlarni tiklash bu asosiy hozirgi paytda. Orol muammosini ilmiy yo'l bilan mana shunday qilib hal qilish mumkin. Va yaqin orada shuni qilyapmiz va yaqinda bormoqchilar, shuni yana davom ettiramiz. Mana yuqorida aytib o'tdingiz, 35 yildan beri talabalarga, qariyb 35 yildan beri talabalarga dars berib kelyapsiz. Mana shu 35 yillik vaqt mobaynida yoshlar o'rtasidagi ilmga munosabat qanday o'zgardi? Avval qanday bo'lgan, hozir qanaqa bo'lyapti? Qiyinchiligiga ham qaramaydi, hech narsasiga menga mavzu berib keladiganlar hozir ham bor. Bor, endi ularga sharoit yaratish kerak, albatta har tomonlama bo'lish kerak. Lekin qiziqadiganlar hozir ham bor. Bizning fakultetda shu ilmiy ish qilaman deb keladigan bolalar hozir ham uchrab turibdi. Men o'ylaymanki, ular katta natijalarga erishadi. Chunki hozirgi paytda
bizniki qurg'oqchil sharoitku, shu yerda moslashgan o'simliklarni boshqa joylarga ham tavsiya qilsak, bu yaxshi narsalarga olib keladi deb o'ylayman. Ekologiya so'zi bizga yaqindan beri nima qilyapti? Ekologiya buzilyapti, ekologiya rasvo, ekologiya unday. Bu so'z xuddi hozir yoshlar o'rtasida qandaydir modaga aylangandek bo'lib qoldi. Ammo uni chuqur mohiyatiga hamma ham anglab yeta olmaydi. Sizningcha haqiqiy ekologik tafakkurga qanday yo'naltirish kerak deb o'ylaysiz? Ommani, Endi bunday, jamoatni. ayniqsa menga yoqmagani ekologiya buzilgan degan gapni bu butunlay chalasavod odamlar aytsa kerak. Unaqa deyish kerak emas. Atrof muhitning ekologik holati buzilgan deyish kerak. Ekologiya rivojlanib ketayotgan fan. Buni amerikalik olim Odimning katta kitobi bor. Основы ekologiya deb yozilganda, ana shu yerda mana shu pirog bor-ku, pirogni haligi qatlamaga o'xshagan pirog. Shunda ekologiyani asos qilib qo'ygan hamma fanlarga ekologiya kiradi. Slayonni pirog degan amerikalik olim Odim yozgan u kitobni. Ana shu kitobda slayonni pirog bo'lib, ya'ni ekologiya hamma fanlarga kiradi. Atrof muhitsiz uning hisobga olmagan holda qanday qilib yashash mumkin? Atrof muhitingiz toza bo'lsa, havosi yaxshi ekan, yaxshi dam oldim deb kelasiz, dam olishga borganda ham. Shuning uchun ekologiyani juda ham to'g'ri tushunish kerak va ekologiya buzilgan gapni hech kim aytmasligi kerak. Atrof muhitning ekologik holati buzilgan deyish kerak. Qanaqa yo'naltirish mumkin? Men siz ham bir murabbiysiz, o'qituvchisiz. Yoshlarga to'g'ri mana shu tushuncha berish uchun, to'g'ri ta'lim berish uchun, to'g'ri yo'nalish ko'rsatish uchun aynan ekologiya sohasida qanaqa yoshlarga Endi yo'nalish? buni maktabda masalan o'qituvchilar ham aytib turishi kerak. Shu biologiya, boshqa fanlarda ekologiya qilinadi-ku. Shunda yaxshilab tushuntirish kerakki, ekologiya oikos, uy, logos, fan shundan olingan. Ya'ni yashash joyi uyi degan ma'noni bildiradi deb osongina bolaga tushuntirsa bo'ladi. Oiladan boshlanishi kerakmi balki bu tarbiya? Bu endi oiladan boshlanishi kerak. Chunki bog'chada, oilada, hamma joyda atrof muhitga qarab hayvonlar, o'simliklar hammasi rivojlanishini ko'rsatish kerak. Ustoz, mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ekoblogerlar juda mashhur. Ekobloger, o'zlarini ekobloger deb atashadi. Ular ekologiya so'zini uydan boshlash kerak deydi. Musorni ajratish, axlatni, chiriydigan axlat, chirimaydigan axlat, plastik axlat uyda boshlash kerak. Axlat ajratishda havoni iflosligini ekologiya deydi. Mana barg xazonlarni yoqmaslikni ekologiya deydi. Ularni o'sha blogerlarni internetdagi, ijtimoiy tarmoqdagi ekologiya so'zi ko'p narsani o'ziga qamrab oladi. Sizningcha qanaqa bu? Mana shu ekologiya yashash muhitimiz degan ma'noni olsak, unga musor ham ta'sir qiladi, boshqa ham hamma narsada hid ham chiqaradi atrof muhit. Shuning uchun ekologiyani keng ma'noda ishlatadigan bo'lsak, atrof muhitni tozaligini asrash. Bu yerda havo, suv, bo'lmasa suvlar ham ifloslansa nima bo'ladi? Tabiiy resurslar u biz uchun. Shuning uchun ekologiya so'zi hozirgi vaqtda keng ishlatilishi kerak. Ya'ni o'sha hamma joyda toza, sof havo, sof suv, sof iqlim bo'lsin. O'simliklar ekologiyasi, hayvonlar ekologiyasi deb o'tiladi o'zi aslida-da. Mikroorganizmlar ekologiyasi kafedrasiga qarab har xil. Alohida demak. Siz orzu qilgan ekologik sog'lom O'zbekiston qanaqa bo'lishi kerak? Men o'zim o'ylab yurishimcha, asta-sekin tushuntirish yo'llari bilan hamma joyda ekologiya nimaligini, ya'ni atrof muhitimizning inson salomatligi uchun qanchalik ahamiyati borligini tushuntira olsak, biz maqsadga yetgan bo'lamiz. Buni tushuntirish, men o'ylaymanki, har bir kishi sog'lom bo'lish uchun intiladi. Uning uchun atrof muhiti, nafas olishi, hammasi, havoning tozaligi, suvning tozaligi, hammasi bu shu inson salomatligiga katta ahamiyatga ega. Shuning uchun uni qilsa bo'ladi va agarda hammamiz bir xilda shu ekologiyani rivojlanishiga yordam bersak, tushuntira olsak hammaga, yaxshi natijalarga erishamiz degan umiddaman. Va mana shu yil o'zi ekologiya yili deb aytilishini o'zida ham katta ma'no bor. Demak, biz yana shu bog'chadan, maktabdan boshlab ekologik tarbiyani rivojlantiraversak, ekologik bilimni oshiraversak, oliy o'quv yurtlarida, keng jamoatchilik orasida, mahallalarda, hamma joyda biz
Nima uchun shuncha atrof muhitni ekologik holatini yaxshilashga ahamiyat beryapmiz? Chunki hammasi inson salomatligi bilan bog'liq. Toza havo, toza suv, toza iqlimning demak mana o'zgarishi sharoitida, ayniqsa mana bilib turibsizlar, iqlim o'zgarishi natijasida havo isib ketishi mumkin. Shu muammolarni yechishda ekologik ilmiy ishlarni rivojlantirsak katta natijalarga erishamiz. Mana aytdim, havodan suvni oladigan o'simlikni hozir to'g'risida gapirib turdim. Havodan suvni oladi. Bu qanchalik yaxshi narsa. Yerdan emas, havodan olyapti. Mana shunaqalarni ko'paytirsak, yaxshi natijalarga erishamiz deb o'ylayman. Lekin keng jamoatchilik orasida atrof muhit va ekologiya to'g'risidagi mana shu bilimlarni yana kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Mana ustoz, xabarimiz bor. Yuqorida aytib o'tganingizdek, bir nechta o'quv qo'llanmalar muallifi hamsiz. Mana shu o'quv qo'llanmalarini yozish haqida, bu o'quv qo'llanmalari hozir qanday foydalanilyapti ta'lim jarayonida, shu haqida ham qisqacha aytib o'tsangiz. O'quv qo'llanmalar bir necha bizlar chiqarganmiz, lekin mana bu o'quv qo'llanmamiz ekologiya bu keng butun respublikada dars o'tiladi, oliy o'quv yurtlarida. Bu yerda shu ekologiyaga juda katta ahamiyat berilgan va ekologik madaniyatni ko'tarish to'g'risida fikrlar berilgan. Shuning uchun bu borada yana ham bilimlarni ko'paytirib, ekologik madaniyatni yuqoriga ko'tarsak, demak yaxshi natijalarga erishamiz deb o'ylayman.